Ta'lim sohasida diplomatik aloqalarni mustahkamlash, bu borada sifatli tizimni shakllantirish borasida Farg'ona davlat universiteti faol oliygohlardan bo'lmoqda. Bunga misol tariqasida ingliz tili va adabiyoti fakultetida qilinayotgan amaliy ishlarni aytishimiz mumkin. Misol uchun joriy yilning aprel-may oylarida bir guruh pedagoglar nufuzli oliygohlarga borib malaka oshirib qaytishlari rejalashtirilgan. Bizning asosiy hamkorimiz USM Malayziyaning universiteti bo'lib, biz mana shu hamkorlarni bizga bo'lgan munosabatini inobatga olib, ularning ochiqligini inobatga olib, biz mana shu asosiy partnyor sifatida qabul qilganmiz. Bizning fakultetimiz ingliz tili va adabiyoti fakulteti va bir yil mobaynida biz ular bilan Scopus jurnallarida maqolalarda chop qilish, qanday 3 ta o'qituvchimiz USM ga Malayziyaga malaka oshirishga ketyapti va bu albatta universitetda o'sha aytganimdek yangi bosqichga olib chiqadi. Universitetda tashkil etilgan xalqaro konferensiyada ham aynan Qirg'iziston Respublikasining O'sh hamda Malayziyaning University Science Malaysia oliygohlaridan delegatlar ishtirok etdilar. Shu bilan birga respublikamizning nufuzli oliygohlaridan professorlar hamda universitetning mas'ul xodimlari, ingliz tili va adabiyot fakulteti pedagoglari, talabalar qatnashdilar. Konferensiyada madaniyatlararo muloqotni o'qitishda lingva didaktikaning zamonaviy yondashuvlari va innovatsion modellari, qiyosiy va chog'ishtirma tilshunoslik hamda tarjimashunoslikka doir dolzarb muammolar va ularning yechimlari, adabiyotshunoslik sohasiga oid tadqiqotlardagi yangi tendensiyalar, shuningdek xorijiy tillardan saboq berishga doir tegishli xalqaro hamkorlikka oid dolzarb masalalar yoritilgan ilmiy maqolalar o'rin oldi. Shu bilan birga til o'rganishni masofadan turib o'qitish masalalariga ham to'xtalib o'tildi. Texnologiya rivojlangan asrda mustaqil tarzda ham tilni o'rgansa bo'ladi, lekin to'g'ri yo'l ko'rsatish, maslahat berishda albatta o'qituvchi kerak bo'ladi. Misol uchun siz ChatGPT dan o'qish jarayonida foydalanishingiz mumkin, lekin u ba'zan noto'g'ri ma'lumotlar bera boshlaydi. Bunday vaziyatda sizga albatta o'qituvchining maslahati kerak bo'ladi. Tilni mustaqil o'rgansa bo'ladi, lekin ayrim vaziyatlarda o'qituvchining ko'magi va maslahati juda ham muhim. Chet tillarini o'rganish hayotimizning muhim bir bo'lagiga aylanib bormoqda desak, yanglishmagan bo'lamiz. Mazkur holat ta'lim, ilm-fan, sanoat, iqtisodiyot, turizm, biznes va sport kabi ko'plab sohalarda aniq ko'zga tashlanib, o'z samarasini bermoqda. Aynan anjuman tashkilotchilari ham bu boradagi hamkorlik masalalaridagi eng e'tiborli jihatlarga to'xtaldilar. Anjuman davomida xorijiy hamda oliygoh pedagoglari o'zaro fikr almashdilar. Ma'ruzalar bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldilar.